Assalomu alaykum. Mustafa o'z kanalini ashaddiy obunachilari akalar, ukalar, sog' salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Akalar, bugun biz ukalarimiz Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz akalar. Shu arzonchi qishloqdan akalar. Xudo xolosa, bo'g'oz sovliqlarni gigantlaridan tozalarini yetib kelibdi. Hafta kunimizga shanba 2025-yil 27-dekabr hurmatli obunachilar. Videoni boshidan bittadan like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab, o'zingiz olmasangiz ham qarindosh urug' oshna og'ayniga jo'natib qo'yasizlar. Xohlasa ana bunaqa tozalarni, bo'g'ozlarni yetib kelibdi akalar. Shu Obid akamning xonadonlariga kelganmiz. Assalomu alaykum Obid aka. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sizmisiz? Qo'ylar zo'ridan keldi, xohlasa. Yangi partiyalar kelibdi aka, xohlasa. Bo'g'oz qo'ylar. Yosh bo'g'ozlardan yetib kelibdi. O'tgan safargi qo'yladimi bo'ldi Obid aka? Sotildimi? Qo'ylarni ha, ikkita obunachi bo'lishib oldi. Ikkita obunachi bo'lishib olibdi hurmatli obunachilar mana. Sotildi o'tgan. 2 soat ichida sotilib ketdi. 2 soat ichidan sotilib ketibdi. Arzon qo'ysangiz, xudo xolasa sotilaveradi. Bu safar ham arzonroq qo'yib berasizmi obunachilarimizga? Sotamiz dostonbek. Xudo xolasa. Nech partiya bo'ladi bugungi? 2 partiya bo'ldi. Bugungi 2 partiya hurmatli obunachilar. 2 partiya dostonbek. 2 partiyaga bir boshdan mana tozalardan, qora kashtallardan xudo xolasa. Hammasi bular bo'g'oz Obid aka. Bo'g'oz. 2 tish, 4 tish, 6 tish keladi qo'ylar. Hozir hamma tishlarni ham, hamma yo'g'ini, bo'ylarini o'lchab xudo xolasa 2 tishdan qo'ylar. ko'rsatib o'tamiz hurmatli obunachilar. Oldi tomonlaridan ham o'tib ko'rsatamiz. Yeb tishlarigacha ko'rsatib o'tamiz obunachilar mana. Oldi tomonlaridan quloqlari, kallalari bemalol ko'raverasizlar mana. Qo'ylarni ham ko'rsataman. Bo'ylarni ham hozir o'lchab, bir boshdan hammani bo'yini o'lchab ko'rsatamiz hurmatli obunachilar. Mana bo'ylari. Yerdan mana hurmatli obunachilar. 90. Chekam 90. Jichchak ham 90 hurmatli obunachilar. Mana bunisini. Bu birinchisi hurmatli obunachilar. 89 tushyapti hurmatli obunachilar. 90. Chekam 90. Bu uchinchi qo'yimiz 85 plyusda turibdi. Xohlasa hammasi 85 plyus qo'yiladi. Bu ham 85 plyusda ekan Obid aka. Xudo xolasa 85 plyus ekan. Mana obunachilar 85 plyus. Yosh oyligini qanaqa dedingiz? 2 tish. Mana shunisi 2 tish. Ya'ni 4 tish, 6 tish qo'yiladi. O'tmishga Ko'rsataylik. qilishmasmi? Mana hurmatli obunachilar 2 tish. 2 tish qo'y. Shakka o'tibdi. 4ta, 6ta, To'rtta. 2ta. Bunda 2 ta unda ham. Mana shu ikkala chekkadagi 2tadan. 4ta, 6tadan. Ha, 4 ta 6 ta bunisi. Hurmatli obunachilar mana. Yosh hali xudo xolasa. 3-chi qoringa. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz variantlaridan ekan obunachilar. Yeyishlarini ham mana. Xudo xolasa yeyishlari zo'r. Tishlari zo'r bo'lgan. Bunisi ham. Mana sal balandroq qolibdi shunga yetmayapti. Xudo xolasa hammasi yeb turibdi hurmatli obunachilar. Yeb ishlari, sog'lomliklariga xudo xolasa garantiyalarni berishadi akalar. Hammasi bo'g'oz variantidan obunachilar. Bo'ylarni etdik. Yaqinroq bo'g'oz mashinasi mana. Hurmatli obunachilar, yerini topib qolibdi hurmatli obunachilar. Endi Obid aka buni bo'ladigan joyi pulida, xudo xolasa pulini arzonroq qilib obunachilarimizga qo'yib bersangiz, xudo xolasa har doim bo'ladi. Hammasi o'sha bitta narxda ketadimi buni? Ya unisi addini bo'ladi. Hammasi bitta. Oladigan bo'lsa bitta narxda ketaveradi. Aha. Bo'lib tanlab olaman deysa, Plyus minusi bo'ladi ichida-ne? Obunachilar mana. Eng past 85 plyusda turibdi obunachilar. Mana ular 90 ga boryapti obunachilar mana. 90 bo'ylari. Xo'p, kelishtirib narxini aytingchi obunachilarimizga. 7dan kommentariyada yozishyapti, tortishmayapsiz siz. Bir tortishib 1-200 ming arzonlatasiz ham deb kommentariyada yozishyapti. 7 milliondan kami ham bor.
Hammasini bir tortorga oladigan akalarimizga olsa kami ham bo'ladi, xudo xolasa. o'tib beramiz. Xo'p. Bitta gapiraman obdaga. Shaytiga. Gapiradan aytmaydi. Yo'q, men o'tgan safar ham shunaqa qilib siz bilan kelishib tushdingiz ozmoz. Bu safar ham 200 ming tushib berasiz. Farqchi o'tirmayman. 200 ming tushib berasiz. Yo'q, 68 dan bitta oladigan obunachilarimizga ketdi. Telefon qilsa yana hayrini qilib berasiz ozmoz. Hamma to'talan ha, bir yerga oladigan akalarimizga. O'tib ham beraman. Hammani bir joyga olsa to'talarsin. Bo'ldi. Kim oldi mana hurmatli obunachilar? 68 dan barakahini olaverasizlar, xudo xolasa. Telefon qilinglar, ozmoz yana hayrini qilib berishadi. Ha, bir joyga olsa xayri bor. Xo'p, keyingi partiyalarimizga o'tamiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, obunachilar, ikkinchi partiyalarimizga qo'zi variantdagilar ekan, xudo xolasa. Bular ikkalasi ham qo'z shekliga olib aka. Birinchi qoringa bo'g'ozlaridan hurmatli obunachilar mana. Dumbar azizlari ideal holatda turibdi, xudo xolasa ikkalasinikiga ham. Mana yeb ichishlari, hurmatli obunachilar yeb turibdi, xudo xolasa ikkalasi ham qo'zi. Obda aka, bo'ylarini nechiga beramiz buni? O'lchab qo'yaylik-a? Shu metrga olish olsin. Ha, bunaqa oldi qochdi gap keragi yo'q. Mana shu metrga chiqqaniga pulsani olaverasizlar, hurmatli obunachilar mana. 78-77 chiqyapti, hurmatli obunachilar. 80 yaqin. Qo'zi bular hali. Qo'zi, xudo xolasa hali. Uzoq vaqt xudo xolasa bolasini olib yuradi. 80 chiqyapti. Shunaqa o'zi ham. Shunaqa ashin olaverasizlar, ash chiqqaniga olaveringlar, hurmatli obunachilar. U 75-85 plyus deyilmaydi. Yo'q gap ular. Chiroyli qilib obdaga buni narxini endi aytib bering qo'zilardi. Xudo xolasa obunachilarimizga qulay qilib, Har doim arzon bilasiz. har doim arzon chiqaryapsiz, xudo xolasa. Bularni ham 8 dan kami ham bor bu ikkalasini bir joyga olib. 48 dan kami ham bor. Kami ham bor. 48 dan demang obdaga. Ikkoni oladigan Bulardan ham o'sha gap. 200 mingdan. 46 dan. Ko'payib ketmaydimi 200? Yo'q, ko'payib ketmaydi obdaga. Xudo xolasa baraka topasiz. Sizda odam ham baraka topsin. Xudo xolasa siz ham baraka toping aka. Mana. Bo'ldi, ikkalasini bir joyga olib. Ikkalahini bir joy 46 dan olaveringlar, hurmatli obunachilar mana. Ikkalasi ham qo'zi, xudo xolasa keyingi partiyamizga zo'ridan olib kelibdilar, xudo xolasa obdaga ham. Shuni ko'rsatamiz keyingi partiyamizga. Mana obunachilar qo'ydi, xudo xolasa o'ta gulini, tozasini baqaman degan akalarimizga qora kashtanda zo'r yetib ketdi akalar. Xudo xolasa mana yuzlarini qaranglar, qo'yimizga bitta like bosinglar, hurmatli obunachilar. Ham zo'r qo'y buni, xudo xolasa. Onasi ham $1000 ga sotilgan. Onasi $1000 ga sotilibdi, hurmatli obunachilar. Dolarni ham ko'rsatib qo'ydi. Mana quloqlarini qaranglar, hurmatli obunachilar, xudo xolasa toza ekalasi ham. Quloqlari Katta qo'ydi bolasi, hali qo'zi bu jana. Hali qo'zi, tishini ochib ko'rsataylikchi. Shuni ko'rsin, hali qo'zi bu. Mana hurmatli obunachilar, qo'zi ekan hali. Yeb ichiga ham bitta mana. Kami 90 bo'ladi. Ko'r olaverasizlar yeb ichiga. Hurmatli obunachilar. Xudo xolasa. Bo'yin nechiga sapchib turibdi qo'yimiz obunachilar. Ilg'olmayapti bu qo'yda. Mana. Xo'p, buni qo'zi dedik. Bo'g'ozlar qanaqa bo'ladi? Bu bo'g'oz emasmi? Bu 50-50 Dostonbek. 50-50. Sizga men talpada kelgan, ha? Mana obunachilar, dumbar azizlar ideal holatda turibdi. Katta qo'yib olaman degan odam bor. Mana. Xudo xolasa zo'r. Xo'p, bo'g'ozliq 50-50 garantiyalarni bermas ekanlar, hurmatli obunachilar. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, xudo xolasa zo'r. Uzoq muddat buni ham qo'chqora qo'shib, bolani olib yuraverasizlar o'zlarini, hurmatli obunachilar. 90 bo'ladi, xolasa. Bo'ylari, Hozir ham 85 shunaqa chiqib qoladi. o'lchaylik bo'yini. Bitta o'lchab ko'rsataylik. Ishonch hosil qilishmasin obunachilarimiz bo'yiga. Biz chiqqaniga pulsini olish olsin. Mana Qo'zi narsa 80 baland, hurmatli obunachilar, xudo xolasa. 80 kilo ekanmi? 80 baland. 80 ga olaveringlar. Xudo xolasa. Obdaga buni pulini nima deymiz? Qo'y chiroyli ekan, ko'rdik, zo'r, xudo xolasa. Chiroyli qo'y ekan. Buni zotiga qarab, yengilroq qilib aytaveramiz. Xolasa mana simjun variantlaridan. Buni olishmaydi. Mana ham bitta dumbar azizini ham ko'rsatib qo'ylik. Mana bunaqa simlarni ko'rdim.
Mana dumbar aziz hurmatli obunachilar. Ideal holatda qo'yamiz. Boladan qilib ayting, hoptaka endi buni pulini. Pulini 6,5 million, kami ham bor Dostonbek. 6,5 kami bor. 6,5 million bor. kami bor hurmatli obunachilar. Haydiga o't beringlar. Dastavkasi besplatno. Bunda tortishmadim hoptaka. Qo'y chiroyli ekan. Qo'y zo'r. Kimga ma'qul qilgan bo'lsa, xudo xolasa telefon qilib, kami ko'sini o'zlaring kelishib olaverasizlar akalar. Xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga xudo xolasa to'xli sovlilarimiz yosh variantlaridan xudo xolasa mana 3 dona ekan hurmatli obunachilar. To'xli sovlilarimiz 3-partiyalarimizga. Akalar, bir boshdan yuzlarini ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa mana. Quloqlari toza holatda turibdi hurmatli obunachilar mana. Hammasi qo'zi, xudo xolasa. Hammasi qo'zi. Hammasi qo'zi. Yosh, xudo xolasa. Bo'ylari qanaqa chiqarki endi buni? Bo'ylarini. Xo'p, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bo'ylarini o'lchab ko'rsatamiz hozir. Bitta shu chiqqaniga olaverasizlar hurmatli obunachilar. 70 plyusda turibdi hurmatli obunachilar. Bo'ldi, hammasi shunaqa 75 ga 75 shunaqa tushyapti hammasi. Hurmatli obunachilar, hammasi standart. Mana 70 plyus. Hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar. Xudo xolasa bo'ylari 70 plyusga olaverasizlar. Xudo xolasa. Xo'p, pullarni aytib o'tamiz bir boshda. Hammasi bitta narxda ketadimi? Hammasi bitta narxda ketaveradi. Hammasi bitta narxda ketar ekan hurmatli obunachilar. 4 million 200 dan berishasan. 4 million 200 dan. Ha. 4 million 200 ming so'mdan to'xli sovliqlarimiz. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Soni 3 dona to'xli variantlarida. Xudo xolasa yosh hali. Mana quloqlari, hammasini yuzlari, bo'ylarini ko'rsatib o'tdik. Shu chiqqaniga olaverasizlar hurmatli obunachilar, dumbar azizlari. Ideal holatda xudo xolasa. Hammasi tikildim. Hammasi tikdimba ekan hurmatli obunachilar. Hop, pullaridan endi 4 million 200 dan deyapsiz. 4 million 200 dan berishasan. 4 million 200 dan emas. 4 million 100 mingdan beradi. Obunachilarimiz xudo xolasa telefon qilib, siz xo'p to'g'ri, xudo xolasa biz gapimizni olavering. 4 million 200 dan berishasan, Dostonga o'zi yaxshi o'lyapti. 4 million 100 dan berishadi. Aloqaga chiqishadi. Olsin 4 million 100 dan olsin. Cho'g'ini bir yerga. Cho'g'ini bir yerga. Bitta obunachimizni qo'yib, xudo xolasa olaverasizlar hurmatli obunachilar mana. Mana shu qo'y. Mana 3 ta hurmatli obunachilar, to'g'ri sog'liqlar. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Telefon qilib odamga ozmas xayri bo'ladi yana. Bo'ptimi? Bo'lsa yana telefonda ham hayron berib Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Bugunga shu edi hurmatli obunachilar. Videolarimizni shu yerda yakunlaymiz. Bittadan like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lish esdan chiqmasin kerak. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.